Tak. Xo'sh, zapis boshlandi. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Alif Uz. Xullas, bugungi videoda shu Changalzorda survivalimizni davom ettiramiz. Do'stlar, o'tgan videoga juda ham ko'p prosmotr yig'ildi. Men bundan juda ham xursandman. Kommentlar, layklar juda ham aktiv bo'ldi. Va buning uchun sizlarga ham juda katta rahmat. Mana so'z berganimdek, oradan unchalik ham ko'p vaqt o'tmasdan ikkinchi qismni ham chiqaryapman. Do'stlar, sizlar uchun yana zo'r yangiliklar bor. Bu sizlar uchun yomon yangilik, lekin men uchun yaxshi. Xullas do'stlar, bundan keyin aktiv juda ham past bo'ladi. Bunga sabab ertaman abidgacha maktabga boraman. Abiddan kelib yana naq ikkita kursim bor. Ikkita kursdan taxminan 4:30-5 larda kelaman. Uyda ishlar, uyga vazifa. Xullas, o'zlaringiz tushunasizlar do'stlar. Shuna qilib umuman YouTube'ga vaqtim bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun uzrasizlar. Shuning uchun videolar juda ham kech chiqib qolishi mumkin. Bundan xafa bo'lmaysizlar degan umiddaman. Xullas, aktiv shunaqangi past bo'ladi. Videolar juda ham uzoq vaqtda chiqadi. Xullas, siqilmanglar, hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Xullas, qani bo'lmasa boshlaymiz. Oltinlar, temirlar hammasi eriyapti. O'tgan safar shu joyda tugatgandek. Bu qismda ko'proq ishtirok qilamiz. Hozir esa o'tgan qismda qila olmagan ishni qilamiz. Ya'ni ikkinchi qavatni bitkizib qo'yaman. Albatta ikkinchi qavat ham kerak. Sababi bilmadim endi kerak debdi. Qani let's go. Mana bunday platformasini qilib olsak, ya'ni birinchi qavatni qanday qurgan bo'lsak, bu qavatni ham shunday platformasini oldin bitkizib olsam, yaxshi ish bo'lardi-da. Xullas do'stlar, bizda muammo bor. U qanday muammo desanglar, bunga qaranglar. Oddiy daraxtdan qolgan, lekin changalzor daraxtidan qolmagan. Ikkinchi qavatga esa changalzor daraxtidan kerak. Ikki xil bo'lib qoladi. Shuning uchun Minecraftda eng zerikarli ish daraxt chopish bilan shug'ullanamiz. Qani go. Ana do'stlar, boltam ham o'sha ikkinchi boltam ham sindi va bunga qaranglar, sizlar qancha joyda daraxtini olib tashlaganimni. Polni o'rmonni yarmini menimcha daraxtimdan tozalab tashladim u. Va bizda 1 stak 35 ta oddiy daraxt blok, 2 stak 29 ta mana jungli daraxti bloki. Endi bizda ancha paytgacha daraxtdan muammo bo'lmaydi. Va albatta necha kundan beri yashayotgan bo'lsam bilasizlar, kravatim yo'q. Endi shuning uchun hoziroq qo'ylardan kravat olamiz. To'g'rirog'i jun olamiz. To'xtay, kalla. Bo'ldi, menimcha shunchasi ham yetadi. Albatta aytishlar mumkin, nimaga o'ldirmading deb. Prosta kelajakda qo'y ferma ham qilaman. Va nihoyat necha kun deganda endi mana birinchi marta uxladim. Endi bu kravatga ham joy, masalan, mana aytmagan kunda shetda uxlaymiz endi. Xo'sh. Bittadan polni daraxtlarni olaman va kerakli narsalarni yasayman. Va ana, deyarli bitti, faqat so'nggi ish qoldi. Va mana 4 ta tarafiga fakir o'rnatib chiqdim. Endi mana narsalardan tozalab tashlasam ham bo'ladi. Endi ana u daraxtga qaratib ko'prik quramiz. Aytishlar mumkin, nimaga ko'prik qurasan deb. Sababi oddiy, men narigi daraxtga ham uy qurmoqchiman va bu uy ikkalovi bog'langan bo'ladi.
Mana do'stlar, ancha joy bitdi. Endigi navbatda mana daraxtlarga biroz dekoratsiya qo'shamiz. Buni qaranglar sizlar turishini. Xullas, qo'ziqoringa o'xshab qolgan. Buni esa to'g'rilayman. Qani unda, let's go. Ana endi sal normalniy bo'ldi. Faqat ana endisi ham haqiqatdan normalniy bo'ldi do'stlar. Sizlar bunga qaranglar qanchalar chiroyli chiqqandi. Kommentariyada o'z baholaringizni yozib ketinglar. Qanaqa chiqdi, qanaqa chiqmadi. Xullas, hammasini yozib qo'yinglar. Men albatta hammasini o'qiyman. Xo'sh, manikilar qolib ketibdi-ku do'stlar, mana ham sekin. Ana endi mana zo'r. Xo'sh, keyingi navbatda nima qilamiz? Xo'sh. Endigi navbatda pastni polni tekizlab turib, ana shu yerlarga fermalar quraman. Do'stlar, men fikrimdan qaytdim. Sababi bu yerlarda mana aynal yurib, umuman tekis joy topolmadim va menda umuman boshqacha ideya bor. Men fermalarni ham osmonda quraman. Ya'ni mana shuni yoniga, mana shu yerga ferma qursam, menimcha yaxshi chiqadi. Albatta, bu yaxshi fikrmi, yomon fikrmi, kommentariyada yozib qoldiringlar. Qanunda, let's go. Va mana do'stlar, bunga qaranglar sizlar. Ekin ekish uchun menimcha yaxshi joy. Endi bo'lsa bu yerni chopib chiqaman va 1 2 3 degan soatim bu yer polni chopilib qolgan bo'ladi. Unda tayyorlaning. 1 2 3. Bam, mana do'stlar. 3 deyishimga orqam polni xullas chopilib qoldi. Ketmonim ham uje yarim joni ketdi. Endi batga urug'larni ekib qo'ysam. Va menda urug' tugadi. Endi keyingi navbatda men mana shu yerga polni sig'adigan qilib urug' olib chiqaman. Pastdan albatta yerda urug'lar ko'p. Ja bo'lsa mashdan ham tushib ketaman hozir do'stlar, ko'rasizlar. Dunyodagi eng zo'r water dropni hozir ko'rasizlar va tayyorlaning. Bum do'stlar, ko'rdilaringmi? Haqiqatda zo'r water dropchiman. Endi esa mazza qilib urug' yig'amiz. Oradan ancha vaqt o'tdi va menda bir staku bitta urug' bo'ldi. Albatta bunchani qatdan olding deyishlaring mumkin. Hozir ko'rsataman. Sizlar bunga qaranglar do'stlar. Qancha joyda o't o'lanlardan tozalab tashlaganimizlar. Bitta ko'ringlar mana. Shuncha joyda o'tini polni tozalab tashladim va bizda shuncha joyda o'zidan naq bir staku bitta chiqdi. Bu esa menimcha yaxshi natija. Ha mayli, shu bitta urug'ni mana shu tovuqchaga berib qo'yib, bechora noumid bo'lib qolmasin. Oxir menga ikkita tuxumini berdi. Voy loy, ikkovi ham yorilib ketdi-ku. Hay, loyman o'zi. Kommentariyaga Aliyev uz loy deb yozib qo'yinglar. Hazillashdim, yana tezda loy deb yozishga kirishmanglar. Sizlarga bitta so'z bo'lsa bo'ldi, tezda kommentariyaga tushib o'sha so'zni yozib qo'yasizlar. Endi hamma ham xato qilib turadi-da. Men ham kichkinagina xato chaqib qo'ydim. Kichkinagina. Tovuqcha 1,5 soat qiynalib tuqqanini 2 minutda sindirib tashladim. Bu menimcha kichkina xatocha. Yo'mayo, shu ham yetmadi. Yo'mayo. Xullas, shunday qilib do'stlar, bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetadi. Mana shuncha ish qildik. Albatta videomiz qisqa bo'ldi. Buning uchun uzr so'rayman, chunki meni ishlarim ko'p, uyga vazifalar qilishim kerak, kursga boradigan vaqtim bo'lib qoldi. Keyingi qism qachon chiqishini ham aytib ketaman do'stlar. Bilasizlar, endi aktiv pasaysa bu degani men keyingi yangi videoyim 2000 ta obunachi bo'lganimizdan so'ng chiqadi. Ungacha yangi video chiqmaydi. Balki shorts qo'yib qolarman, lekin bunaqa asosiy video chiqmaydi. Shuning uchun hozirroq obuna bo'ling. Bilaman, bu videoyim ham ancha ko'p prosmotr yig'adi. Shu prosmotrlardan atiga 400 tasi obunachani bosib qo'ysa 2000 ta bo'laman va men tezda yangi video chiqarishim mumkin bo'ladi. Shuning uchun hozirroq obuna bo'ling. Doimgidek video oxirida reklama.
Do'stlar, YouTube kanalda Nezerjon va AstroUz degan kanallar bor. Bu YouTube kanallarga o'tib hoziroq obuna bo'lib qo'yinglar. Sababi Nezer va AstroUz va men hammamiz bitta jamoa a'zolarimiz, ya'ni hamma uchovimiz bitta jamoadamiz. Shuning uchun hoziroq bu do'stlarimni ham kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta, kommentiga tushib qaytaring deb yozib qo'ysanglar, albatta bular ham qaytaradi. Videolari ham juda ham qiziq. Survival, speedrun juda ham qiziq videolar oladi. Va keyingi videoda ko'rishguncha xayr. 2000 ta obunachidan so'ng yangi video chiqadi. Xayr. Salomat bo'ling.